Iste'mol spirti ishlab chiqarish jarayonini nazariy jihatdan eshitganda, endi hozir amaliy jihatdan ko'rish uchun buni kursdoshlar bilan Qo'qon biokimyo zavodiga tashrif buyurdik. Iste'mol spirti ishlab chiqarishda tayyor xomashyo holatdan tayyor mahsulot holatigacha bo'lgan jarayonni bizga yozib ko'rsatishdi. Hammasi o'sha zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshiryapti. Inson omili juda kam. Ancha qiziqarli bo'ldi bugungi ekskursiyamiz. Turizm va iqtisodiyot fakulteti o'qituvchilariga o'zimiz katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bunaqa sharoit yaratib bergani uchun hammaga rahmat.